Hammaga xudo xolasa mana Insof taksi dasturimizni samarqandlik akalarimizga sotdik. Dasturimizni sotish bilan birga ularga qisqa raqam olib berish jarayonidamiz. Hammasi albatta qonuniy talablar asosida. Xo'p, Samarqand viloyati uchun mana 14-26 qisqa raqamimizni auksionda o'ynashiga bir necha soniyalar qoldi. Mana 1 daqiqa 38 soniya. Xo'p, mana soniyadan keyin agar qo'shimcha ishtirokchi bizga qo'shilmasa, akalarimiz auksion g'olibi deb topiladi va mana shu nomerda taksi faoliyatida ishlash uchun yutib olishadi. Bu nomerda albatta arzon emas, hamma biladi. Bilmaganlar uchun mana 12 million 100 chiqqan. Bu akalarimiz ikkinchi qadamda 12 million 584 ming so'mga sotib olishmoqchi. Buni tartiblarini tushunmagan klientlarimiz uchun bizda bonus sifatida yordam beramiz. Xo'p, bir necha soniyalar qoldi, kutamiz. Agar kimdir qo'shilmasa, ushbu 14-26 Samarqand viloyati uchun Insof taksi dasturidan foydalanib yangi taksopark ochilmoqda. Xo'p, mana 0001 soniya. Xudo xolasa, agar keyingi ishtirokchimiz qo'shilganda bizga 10 daqiqa qo'shib bergan bo'lardi. Demak, hech kim qo'shilmadi va auksion g'olibi deb akalarimiz topilyapti. Bu SMS tarzida keladi va uni ham ko'rsatib o'taman hozir. Keyingi qancha summa to'lash kerakligi, qancha muddatlab berish kerakligi, agar sizlarda ham shunday taksi park ochish niyat bor, qiziqish bor, imkoniyat bor, vaqt bor, lekin bu narsa meni qo'limdan kelmaydi, nima qilaman, kimga boraman, qanday olaman, bu dasturi ishonchlimi, aldanib qolganman, bir marta kuyganman deganlar uchun biz qonuniy tartibda ishlaymiz. Ya'ni birinchi shartnoma qilamiz. Shartnomamiz ham Didoxdan to'g'ri usulda elektron raqamli imzo bilan imzolanib bo'ladi. Hech qanaqa xolis ishtirokchilar bo'lmagan holatda Didox orqali elektron raqamli imzo bilan imzolanadi shartnomamiz va keyin to'lovni qilasiz va bir hafta ichida dasturda siz xohlagandek logotip va rasmlarni qo'yib o'rnatib beramiz. Play Marketga ilovalarni chiqarib beramiz. Soliq tizimlariga, undan tashqari to'lov tizimlariga o'rnatib beramiz. Bundan tashqari bizning dasturimizning ustunlik tomonlari, hop, dasturda siz aytgan xohlagan o'zgartirishlarni kiritishingiz mumkin. Demak, auksion g'olibi deb topilishimizni update qilib bir sinab ko'ramiz yana. Demak, 00 daqiqa turibdi. Biz ishtirokchi g'olib bo'lgan, mana ikkinchi o'rinda. Xo'p, bizga bir necha soniyalardan so'ng SMS keladi. Siz auksion g'olibi deb topildingiz deb. Albatta 00 soniyalarda ham kutishga majburmiz. Xo'p, mana bizga SMS ham keldi. Siz shu raqamni yutib oldingiz degan. Mana o'qib ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, mana
qonuniy talab asosida, hop 12 million 100 ga chiqqan auksiondagi nomerni 12 million 584 ming so'mga yutib oldingiz. Hop 11 million 374 ming so'm qolgan to'lovda to'lashingiz kerak. Tugash vaqti, hop. Tugash vaqtini bu yerda ko'rsatmabdi. Demak, tabriklaymiz akalarni. Shu raqamni yutib olgani bilan ishlari bardavom bo'lsin. Taksilari yaxshi taksi bo'lib, mashhur bo'lib, yurib ketsin, xudo xolasa. Yurgizorish o'zlarini intilishlariga, o'zlarini harakatlariga bog'liq albatta. Hozirgi kunda raqobat o'ziga yarasha